E'tiboringlarni ekranga qaratishlarini so'rayman. Men bor vaqtlarni olamiz. Lekin biza Ominaxon bilan qanaqa tanishib qolganimiz, ya'ni love storyni sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Chiroyli kadrlar, zo'r ssenariylar qilishimiz mumkin edi. No, nima qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday ko'rsatishga qaror qildik. Marhamat, yoqimli tomosha. Xon Creative Studio. Bir kuni ofisda o'tirdik. Vayinga yana yangi hisob onasini ensin boru. Nima muammo? Instagramda qisti qilyapti yo'q-ku. Yo'q, men yaxshi bunaqasi yo'q, yaxshisi yo'q. Voy, topsa bo'ladi. Asabiylashishingizni qarang, yo'q narsa. Mana buni ko'ring, zo'raga. Yo'q. O'zimni chalg'itib o'tirdim. Bir payt unga ko'zim tushib qoldi. Qarasam efir qotgan ekan. Hammasi mana